Haqiqatan ham shakarsiz Pepsida shakar yo'qmi? Kelinglar buni tekshirib ko'ramiz va shakarli Pepsi bilan solishtirib ko'ramiz. Shakarsiz Pepsini shakar darajasini qurilmamiz 0 deb ko'rsatdi. Haqiqatan ham shakarsiz Pepsida shakar yo'q ekan. Endi shakarli Pepsini shakar darajasini tekshirib ko'ramiz. Qurilmamiz shakarli Pepsida 19 gram shakar borligini aniqlab berdi. Keling endi 19 gram shakarni vizual ko'ramiz. Shakarsiz Pepsi bilan shakarli Pepsini farqi mana shu stakandagi shakarda. Shakarli Pepsi ichganingizda Pepsi bilan, ya'ni suyuqlik bilan birga shuncha shakar 13,5 qoshiq shakar ichasiz. Shakarsiz Pepsi ichganingizda shakar iste'mol qilmagan bo'lasiz. Farqi shunda.